Assalomu alaykum. Shu kunlarda juda ko'pchilik aldanib qolayotgan ekan. Gap shundaki, mani ism-sharifim, qiyofam, yuzim, ovozimdan foydalangan holda sun'iy intellekt orqali har xil videolar, firibgarlik sxemadagi videolar qilishyapti. Sxema nimadan iborat? Birinchi galda Instagram, Facebooklarda o'sha montaj qilingan videolar orqali mani videolarim, original videolarimni olishadi va o'zlarining matnlarini qo'yishadi. Yuzimni ham qaysidir joylarda o'zgartirib, boshqa insonni yuziga qo'yib, yo rasmlar ham bor. Xullas, birinchi galda reklama ketadi va o'sha videoni ustiga siz bosasiz va Telegram kanalga o'tkazishadi. O'sha Telegram kanalda go'yoki Aziz Rajabov sizga trading o'rgatadi. Vaholanki bu sohada mani bilimim yo'q va bu sohaga qiziqmayman ham. Va undan keyin mana shu kartaga pul yuboring va bu pullaringizni ko'paytirib beramiz deyishadi. Yuborganingizdan keyin bo'ldi, siz blok bo'lasiz. Bo'ldi, aldanasiz xullas. Hozir direktim to'lib ketgan shunaqa murojaatlarga. Juda ehtiyot bo'ling va bu videoni repost qiling, yaqinlarga jo'nating. Yosh kattalarimizni ogohlantirib qo'yishimiz kerak. Yaqinlarimizni kimdir bu videolarni ajrata oladi, kimdir yo'q. Buni ham to'g'ri tushunish kerak va oxir oqibatda o'sha mani sha'nimga yomon gaplar bo'lyapti va aybdor sifatida ko'rishyapti. Men bu insonlarni ham tushuntiribman va bu yerda albatta meni umuman aloqam yo'q. Bu videolarni qilgan insonlarga bir murojaatim, shu iqtidorni yaxshilikka, yaxshi yo'nalishga sarflaganingiz ma'qulmi deyman. Guldek umringizni bunaqa xazon qilmang. Endi aldanganlarga sabr va yanada yaqinlarni ogohlantirish kerak. Bu firibgarlik, aldovlar juda ko'p bo'ladi. Texnologiyalar rivojlanyapti, vaholanki har xil videolar ham chiqib ketishi mumkin. Bundanda sifati baland, bundanda sizni mana ishontira oladigan hozirgi paytda har xil ma'lumotlarga ham ishonish kerak emasligini ham yaqinlarimizga uqtirib o'tishimiz kerak. Rahmat.